Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xo'p, bugungi videomiz mashinani yog'lash. Mashinani to'g'ri yog'lashni ko'rsataman. Mashinani tozalashni ko'rsataman. Xo'p, yog'lashdan oldin birinchi mashinani tozalash kerak. Agar mashinani tozalamasa, o'sha yog' bilan ichiga zapchastlarning orasiga musorlari ketadi. O'sha uchun birinchi mashinani tozalashdan boshlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sababi videoni oxirida men eng kerakli savollarga javob berib o'taman. Mashinani mana bu joyini ochamiz. Mana mashina mana bu stoli bilan bir xil turibdi, tekis. Ba'zilari mashinasi stol ustida turadi, ba'zilari mana shu stol bilan bir tekis turadi. Bir tekis turadiganligi mashinani ham ikki xili bor. 80-yildan keyingi mashina mana bu yo'g'i tarelkasi katta bo'ladi. Bu meniki 70-yilning mashinasi. Mana bu yo'g'ida uzun temiri bor. Bu temirini hozir chiqarib olaman desam, meni ustolimga tegadi. O'sha uchun menga kimlar agar stol shunaqa bo'lsa, bitta amborchani olasizlar. Mashinani orqa tarafdan qo'yasizlar. Mashinani orqa tarafdan qo'ygan vaqtlaringizda stoldan ozgina ko'tarildi. Endi chiqarib olsa bo'ladi. Mana. Endi chiqarib oldik. Buni oxirigacha chiqarish shart emas. Bu joyda shu yerda turadi bu. Tarelkasini ochib olamiz. Keyin bizaga mana bunaqa temir, men spesdan yasab olganman, velosipedni spesi bo'ladi, o'shanda yasab olganman. Bu ko'p narsada ishlatsa bo'ladi, buni tozalashda ham ishlatsa bo'ladi. Mana bu joylarini qo'l yetmaydigan joyi bor, qo'l sig'maydigan joylari, shunda ishlataman temirlarni olib qo'yishda. Keyin mana bu lapkasida rezinchasi bo'ladi. Rezinkasi, o'shani rezinkasini alishtirish uchun ham, joyiga qo'yish uchun ham shu temirdan foydalanaman. Buni uchi kesmaydigan qilib yasalgan. Rezinani qo'yayotgan paytda kesib yubormaydi. Mana tarelkasini chiqardik bu yoqqa. Katta tarelkasi bu. Mashina musor bo'lib ketgan. Buni tozalashimiz kerak. Men har xil material bilan ishlayman, shu uchun har xil musor yig'iladi bu yerga. Mana bu o'rtasida tarelka, kichkina tarelkasi bor. Buni ham olishimiz kerak. Mana shu yerdan chiqarib olsa bo'ladi. Buni tagiga musor yig'iladi. Mana bu mokkisi. Mana shu ko'rinib turgani mokkisi bu. Mana shu mokkini atrofida musor yig'iladi. O'sha musorlarni tozalab olish kerak. Mokkini ichida ham, mana bu o'rtasida ham musor yig'iladi. Unga ham mana shu temir foyda beradi. Uncha ko'p musor yo'q ekan, baribir bor. Buni tozalash kerak. Mana shu atrofini yaxshilab tozalab olasizlar. Katta musorlarini olgandan keyin bu yog'iga endi bizaga влажный salfetka yoki shunga o'xshagan yumshoq material bo'lsa ham bo'ladi. Musorlari toza bo'ldi. Endi bunga yog' solsak bo'ladi. Bu hozircha ochiq tursin. Yog'ini keyin solamiz. Sababi hozir mashinani teskari qilishimiz kerak. Teskari qilgan paytimizda bu yoqqa solgan yog'imiz qaytadan chiqib ketadi. Shu uchun mashinani temiri endi bizga xalaqit bermaslik uchun joyiga qo'yib turamiz. Amborchani olamiz. Endi e'tibor beradigan joylarimiz mana bu mashinani mana bu joyi tekis, zapchasti ishlasa ham, mana bu aylantirgan paytga ham tegadigan joyi yo'q mana bu yerda. Mana bu katushka bizga kerak bo'ladi. Hozir stolga mana bu yerga qo'yaman. Mashina mana bu yerga tegib turadi. O'sha paytda yiqilib ketmaydi, xullas. Mana shu joyga qo'yishga kerak bo'ladi shu katushka. Bu zarni tugagan idishi.
Birinchi o'rinda mashinani tagini yog'lashimiz kerak. Mashinani ko'tarasizlar, ozgina ko'tarasizlar. Oldi tomonda dastagi bor. Mashinani ozgina egri qilib, keyin ko'tarasizlar. Dastagi tegmasligi uchun. Endi mana shu ko'rsatgan joyimga mana bu katushka qo'yiladi. Mana bu men ishlatadigan yog'. O'zim ishlatadigan yog'dan ham sizlarga tavsiya qilaman. Faqat bir xil ustadan bir xil yog' olishlaringiz kerak. Mashinaga ham har xil yog' solinsa, buzilib qolishi mumkin. Mana yog'ni so'rab oldik. Agar to'g'ri yog'lansa, hamma joyiga mana shu bir shpris yetadi. Agar mashinalar yog'i anchadan beri yog'lanmasdan turgan bo'lsa, unda 1,5-2 shpris ham ketadi. Lekin doimiy ishlatsangiz, bir yog'laganda 1 shpris yetadi. Birinchi o'rinda biz mana bu dastagidan boshlaymiz. Ozgina solamiz. Endi mana bu yo'g'i boltchasi bor. Boltchasi ham ishlaydi bu narsa. Mana bu tushib chiqqanda ishlaydi. Orqa tomoniga ham solamiz. Xitoy mashinada ham mana shunaqa joylari bor. Shesternalarni ham tagiga solamiz, aylantiramiz. Keyin shesternani bittasiga solamiz. Bittasiga solamiz, aylantiramiz. Ikkinchisiga o'zi oladi. Ikkalasiga ham solish shart emas. Keyin e'tibor beringlar. Mana bu joyda ham zapchasti bor. Mana bu joy. Qolib ketmasin mana shu yerda. Mana shu orasiga solish kerak. Mana shu yerda ishlaydigan narsasi bor. Kichkina ko'rinmaydigan joylari bo'ladi. Eng asosiy joylari bo'lishi mumkin o'sha. Mana shu orasiga soldik. Endi mashinani rosta qilamiz. Xo'p, shu joyda hozir men sizlarga yana bir narsani o'rgatib ketaman. Mashinamga hozir tezga ishlayotgandim. Endi hozir asosiy zakazimiz qiyin narsaligi uchun buni sekin оборотga qo'yamiz. Sekin оборотga hozir rementim tayyor emas ekan. Men sizlarga ipdan rement tayyorlashni ham o'rgatib ketaman. Materialni chetidan ortib qolgan ipdan tayyorlayman. Bir uchini yerga qo'yamiz, ikkinchi uchidan ushlab tortamiz, bitta cho'zamiz, keyin toblaymiz buni. Qo'l bilan buraymiz. Toblagan paytda bu qisqaraveradi, ip kaltalashadi. Kaltalashgan paytda yana bitta tortamiz, yana buraymiz. Yana tortamiz. Yana buraymiz. Yana tortamiz. Endi bo'ldi, bu tayyor. Bu o'zini o'zi doimiy tortib turadi, chunki bu toblangan. O'zini o'zi tortib turgani sababli bu bo'shab ketmaydi ip. Mana bo'shatsam agar o'zini o'zi o'rab oladi. Endi buni mashinkaga o'raymiz. Keyin mashinani mana bu shkif joyiga emas, rement turadigan joyiga emas, mashinani bo'yniga aylanmaydigan joyi bor-ku, o'sha joyiga bo'ylab olamiz birinchi.
Endi buni bitta kichkina shkifidan boshlab kattasiga sekin o'tkazamiz. Birinchisiga o'tkazdik. Mana ikkinchisiga o'tkazdik. Bu ikkinchisi tez tikishi uchun. Hozir shunda tezga ishlayotgandim. Menga endi kattasi kerak. Eng kattasi uchun men rement yasayapman. Kattasiga sekin o'tkazamiz. Kattasiga o'tdi. Buni birdaniga qattiq o'tkazib yuborsa agar, birdaniga uzilib ketishi mumkin. Shuning uchun sekin o'tkazamiz. Endi buni qaychi yoki nimadir kesadigan narsa bilan ortiqchasini kesib olamiz. Rement tayyorlaganimning sababi mashinani endi ishlatib yog'lashimiz kerak. Ikkinchi yog'lanadigan joyi mana bu krishkani ichi bo'ladi. Krishkani ichi mana bu bolti bo'ladi. Boltini ochsak ochiladi bu yoq. Bizga mana bu yuqori qismi bilan mana bu yoqdagi zapchastlar kerak. Birinchi mashinani yoqamiz. Mana shu yerga cheti korpusga tegib ishlaydi, shuning uchun chetiga solamiz. Ishlatamiz. Endi bu yoqdan prujinkaga solamiz. Prujina mana bu yo'lakchasiga mana bu boltni bu yoqqa zapchast bor, ishlaydi. Bu yoqqa solamiz. Mana bu narsa palis. Palisga solamiz. Keyin palisning tepasiga bo'sh joyi bor. Shu yerga ham solamiz. Endi mana bu boltga solamiz. Pastiga. Bo'ldi, bu joyi zapchastlari yog'landi. Krishkani endi yopsak ham bo'ladi. Ichidan temir aylanib ishlayapti mana. Bunga yog' solamiz. Endi mana bu zapchastlarga solamiz. Shesternasiga, shesternaning tagiga, mana teshikchasiga solamiz. Keyin mana boltchalik temirga ham solamiz. Bitta aylantiramiz. Mana bu yog' solinadigan joyi. Bunga solamiz. Mana bu tepasidagiga ham solamiz. Endi mana bu joyi, eng asosiy joyi mana shu. Bunga mana bu tepadan boshlaymiz. Eng yuqorisi yog' soladigan joy mana shu. Eng pasti yog' soladigan joy mana shu. Shungacha mana shu o'rtadagi turbaga nima ishlayapti hammasiga solib kelish kerak. Endi mana bu qismi bilan mana bu orqadagi mana shu qismi tepadan pastga qarab solamiz. Bitta ishlatamiz. Уже mashinaning ovozi o'zgardi. Ovozi pasayishni boshladi. Endi mana bu joyga mana shu orasiga solishimiz kerak.
bu qismi ham bo'ldi. Mashinani tepa qismi ham, tagi qismi ham bo'ldi. Endi mokkisi kerak bizaga. Mana yog'i mana shu qoldi. Shu yog' mana shu mokkiga yetadi. Mokkini atrofidan solamiz. Mana shu temiri bor, asosiy joyi. Shunda ham yog' solamiz. Ko'proq solsak ham bo'ladi bu temirga. Bu asosiy joyi. Endi buni krishkalarini yopamiz. Bo'ldi, mashinamiz tayyor. Yog'landi, tozalandi. Mashinamiz ishlatishga tayyor. Yana bir narsa, mana bunaqa paxta yoki vlajniy salfetka ham bo'ladi. Mana shunaqa uzuncharoq qilib yasab olasizlar. Keyin mashinani mana bu joyiga 4 tomoniga paxtani qo'yib chiqqanman. Mashinani mana shu qismiga tagiga. Mana hozir qo'yib ko'rsataman. Buni qo'yishdan sabab, mana mashina ishlagan paytda ishlashini ovozi stolga kamroq o'tishi uchun. Agar hamma ovozini stolga to'g'ridan to'g'ri bersa, uylaringizda shovqin ko'payadi, shovqini baland bo'ladi. O'sha uchun shovqinni kamaytirish uchun mana shunaqa narsa qilganman. Bo'ldi, mana qo'ydik. Ishlatgan paytimizda endi ovozi hammasi stolga bermaydi. Endi men bir ikkita savollarga javob berib o'taman. Mashinani musirini qancha vaqtda tozalash kerak degan savolga javob beraman. Bunga mashinani o'zi tozalashdan maqsad mashinani yog'lash bo'ladi. Mana shu mokkisini atrofiga musor yig'ilgan paytda mokkiga solingan yog'ni musor o'ziga shimib oladi-da, shimib olgandan keyin mokkiga yog' qolmaydi. Mokki yog'siz ishlagandan keyin yelanishi boshlaydi. Temir bir-biriga tegib yelanadi. O'sha paytda keyin mokki buzilishi mumkin, yelanishi mumkin. Keyin alishtirishga to'g'ri keladi uni. Musorni tozalashdan maqsad mashinani yog'lash. Ikkinchi savol, mashinani ko'p yog'lasa buziladimi degan savolga javob beramiz. Yo'q. Mashinani yog'ni ichiga botirib olsangiz ham mashinaga zarar yo'q. Nabarot, mashina yaxshi ishlashiga sabab bo'ladi. Mashinani qancha vaqtda yog'lash kerak degan savolga javob beraman. Bir kun tashlab, bir kun yog'lash kerak. Masalan, men har doim shunaqa. Bir kun tashlab, bir kun yog'layman. Keyin mashinani qachon yog'lash kerak degan savolga javob, bu ishdan keyinmi yoki ishdan oldin? Eng to'g'ri variant mashinani ishlatishdan oldin yog'lash. Mana hozir men yog'ladim. Endi mashinani men kechgacha ishlataman buni. Mashina yog' bilan birga qo'shilib ishlaydi. Hozir mashinani yana bir tikib ham ko'rsataman. Mashinani yog'lagandan keyin sizlarga mana bunaqa ortiqcha material kerak bo'ladi. Bu materialni
ishingizdan oldin, tikishingizdan oldin mana shunaqa keraksiz materialga qo'yib, birinchi mashinani tikib olish kerak. Mana tikib oldik. Mana birinchi tikkanimiz yog' tekkan, keyin mana qora bo'lib, sekin-sekin tozalashib ketdi mana. Endi hozir tozayib chiqdi mana. Zakazingiz mabodo chizilmagan bo'lsa, tayyor bo'lmasa, chizib olganingizcha ipi yana qora bo'ladi. Ishlaringizni tayyor qilib olganingizdan keyin yana bitta tikib olasizda, keyin sразу yana ishingizni qo'yib tikasiz. Xo'p, bugungi videomiz shundan iborat edi. Kimga agar mashina yog'i kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqsalaringiz, men o'zim dostavka qilib yuboraman sizlarga. Xo'p, savollaringizga ham javob berdim. Kommentlarga agar yana nimadir savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiringlar, men javob beraman. Rahmat hammaga, sog' bo'ling.